ko'rib turgan sog'liq qo'ylaringni UZI diagnostikasidan o'tkazilgani, ya'ni bo'g'ozligini aniqlagani keldik. Hozir buning natijalarini ko'rsatamiz. Yo'qtizmi? Hop, qo'yimiz UZI diagnostikasi qilinganda bo'g'oz, mana homilaning ko'rinishi, karınkalar yo'yilgan. Bu 3 oylikdan o'tgan, 4 oylikdan o'tgan bo'g'oz. Hozir homilani ham. İkinci qo'yimiz ham mana bo'g'oz ekan. Xohlasa bu ham 4 oylik bo'g'oz. Navbatdagi qo'yimiz mana qisir ekan. Qo'shmay qo'ygan ekan. Ichidan bombosh. Navbatdagi qo'yimiz. Ekran ko'rinyaptimi? Hop. Sog'lig'imizda homila 3 oylikdan 3 oylik desak bo'ladi, chunki hali homila juda unaqa katta emas. 3 oylik atrofidagi mana homilasi bor ekan, qo'y bo'g'oz aka. Yo'q ham bo'g'oz.